Yine o'rtoqlar, xudo xohlasa navbatdagi full komplekt ishlangan Ispaniyamiz bitdi. Adinaning Ispaniya bo'ladi bu. Kraskali saplanishlar kombinatsiyalarına göre baha vermişler. Şu önümüzde bir like bas bersangiz ham bo'lar edi. Razmerlere geldiğim olsak 210'a 90 cm bo'lgan. Oyoq uchun balandligi 90'a 50 bo'lgan balandlik. Bosh uchidan keladigan bo'lsak 90'a 1.5 cm bo'lgan. Göre baha verilse 2 dona ishlaganmiz. Bu narsamizning narxini eng oxirida aytib qolamiz. Agar videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, manfaatli bo'lishi mumkin. Bu narsamizni ochib paklanishi shunday bo'ladi. Mijozimiz talablari shunday bo'lgan. Tezda ochib paklanishini xohlaganlar, xudo xolasa shunday bo'lgan. 2 bolosini olgan, o'ngga chapga ochiladi, joylashtirib qo'yadilar. Xudo xolasa bu narsamizning narxini aytadigan bo'lsak, har biri 1.900.000 so'mdan chiqqan. Sifati, narxi shu narsaga arziymi, yo'qmi, ko'rib bir like bilan bosib bersangiz bo'lar shu o'zida. Bizning ko'rishda davom etinglar, shunday mebellarga xarid qilishni xohlasangiz, pastda nomer qoldirganmiz.